Assalamu alaikum hurmatli jamoat. Bugun 5-mart 2026-yil. Bedana tuxumimizni qo'ydik, ekiming uçtuk. Общий 2650 dan shunday batadi. 2000 ta tuxumni qo'ydik. Bedana tuxum, Beli Texas deydi. Bardak appak tuxumdan, bedanadan. 16-17 kundan keyin Xudo xolasa buyursa, protsentida qanday chiqadi, qanday chiqmaydi, shularni da qo'yib ko'rsatamiz tortib. Kichkina ayta ketayin, bedana tuxumni qo'yishdan burun birinchi proverka qilish kerak. Fonarik bilanmi, telefonda fonarik bilanmi tekshirsa bo'ladi. Jarilganmi, jarilmaganmi tekshirib turib qo'yasizlar. Tekshirib qo'yib, anan jopasizlar eshiklarini. Shunday inkubator bo'lsa, jopib turib, yana chaqasizlar. Bu yerda влажность temperaturasi bo'ladi. Bedananiki 37,9, влажность 60 bo'ladi. Hem jaqildi. Hozir 14 gradusga ichi 56 влажность. Buyursa 17 kundan keyin Xudo xolasa chiqadi. Tag'i bir video tortib sizlarga ko'rsatamiz.